Abdurauf Fitratning oila asarida bolalar tarbiyasini 3 ta turga bo'ladi. Badan tarbiyasi, axloqiy tarbiya va aqliy tarbiya. Muallif bu asarda 3 ta tarbiya turi ham muvozanatda bo'lishini, ya'ni me'yorda bo'lishini ta'kidlaydi. Nega desangiz, agar biz farzandlarimizni sog'lom, tanasini sog'lom qilib o'stirsak-ku, ularni ilmiga, ya'ni savod chiqarishiga, bilim olishiga e'tibor bermasak bo'lmaydi. Yoki ular sog'lom bo'lsa-yu, savodi bo'lsa-yu, ilmi bo'lsa-da, odob, axloqi bo'lmasa, bu ham jamiyatga yoki o'zimizga ham zarar keltiradi. Demak, mana shu 3 ta tarbiya turini me'yorida ushlash biz ota-onalarimizning vazifasi hisoblanar ekan. Endi ana shu 3 ta me'yor qanday bo'ladi? Ularni qanday ushlash kerak? Badan tarbiyasi deganda nimalarga e'tibor qilish kerak? Aqliy tarbiyada nimalarga e'tibor berish kerak? Axloqiy tarbiyalar qanday bo'ladi degan savollar sizda tug'ilayotgan bo'lsa, sizga Fitratning oila asarini o'qishni tavsiya qilaman. Nafaqat sizga, balki yangi oila qurish ostonasida turgan yosh yigit-qizlarimizga ham aynan mana shu asarni o'qib chiqishni pedagog sifatida tavsiya qilaman.